Rodrigo ham ajoyib kuchamoqda. Yechim kerakmi bunga? Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz videomizning ikkinchi qismini olamiz. Undan oldin bizning kanalga obuna qo'yinglar. Biz yilda oxirigacha 20 ta bo'lishimiz kerak. Xo'p, o'tgan safargi videomizda futbolchilar xuddi shu holatda full bo'lgan edi va men o'tgan safargi videodan sezon pass ochirdim. Hozir sezon pass sovrinlarini olamiz. 15 ta olmos. Asosan bizga olmos kerak, ya'ni futbolchi kuchaytirishimiz uchun o'shaning olmoslarni olamiz. Bu yerda menimcha legendarniy xuddi shunaqa yana olmos. Scout olish ma'qul bu yerda. Bu yerda albatta klassik playerni kuchaytirishimiz uchun kuchaytirgichni olamiz. 500 tanga, 40 ta olmos. Bu yerda albatta fitness kuchaytirgich va o'yinchilarimizni birma-bir ketma-ketlikda kuchaytirib chiqamiz. Terishtiginni ham olamiz. Xo'p, bo'lmasa biz videoni boshladik jigarlar. Yaxshi, Militavoning kuchi 100 holatiga yetib keldi. Qani qaysi futbolchimiz birinchi full bo'lar ekan? Rodri, menimcha Rodri birinchi full bo'lsa kerak, chunki Rodri pashti full holatiga yetib kelmoqda. Sak va birinchilardan biri Viktor Gyökeres 4 ta 100 holatiga yetib keldi. Bizda internet biroz pastligi sababli sal muammolar bo'lib qolyapti. Va yana kuchaytiramiz. Kylian Mbappe 100 bo'ladimi? Yo'q, biroz qoldi. Carvajal ham tezligini kuchaytirib oldi, 100 holatiga keltirib. Hop, yana davom etamiz. Luis Diaz kuch holati 96. Davom etamiz. Va super kuchaytirgich Dani Carvajalni tezlanishini 100 qilib qo'yishimiz kerak. O'shandagina biz salgina Carvajalni asosiy tarkibga mos ravishda kuchaytirgan bo'lamiz. Carvajal tushmayapti Carvajalga. Carvajal yoki Rodri birinchi full bo'lsa kerak. Davom etamiz. Isak voy 99 bo'lib qoldi Isak. Tezlanishi. Hop, davom etamiz. Rodri 95 holatiga keldi. Mbappe esa tepa 4 ta